Assalomu alaykum. Toshkent shahri telekanalida Jam bo'ljam ko'rsatuvi. Bugun yana sizlar bilan yorug' yuz bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi taklif etilgan mehmon juda ham kutilgan mehmon, juda ham qadrli mehmon. Jam bo'ljam jamoasini do'st desak ham bo'ladi va har bitta so'zida, suhbatida mazmun mohiyatli inson. Shoh International Hostel tijorat direktori Miraziz Nodirovich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi, bergan ta'riflarimdan o'zim hayajonlanib ketdim. Men erib ketdim. Qanaqasiz? Yaxshiroq. Uzunmisiz? Taklifimizga yo'q demasdan kelganingizdan juda xursandmiz. Boya ta'kidlab o'tganingizdek, bu jamoa men uchun do'st jamoasida. Ayniqsa Shahnoz opa biroz bu yoqqa keling desalar, jonim bilan mehr bilan kelaman-da. Albatta, ko'rsatuvimiz muallifi Shahnozaning gaplarini menimcha hech qaysi odam rad eta olmaydi. Chunki ushbu Jam bo'ljam ko'rsatuvi muallifi Jamshidga keraksiz deganlari uchun mana qariyb 3 yildir shu jamoa bilan bilaman. Umrlar uzoq bo'lsin, tanlar sog' bo'lsin va albatta rejissyorimiz Jamshid aka ham e'tibordan chetda qolmasinlar. Chunki montajda Jamshid aka o'tiradilar. Jamshid aka, siz ham boringizga shukr, sog' va salomat bo'ling. Bugun bir rasmiy emas, dildan suhbat bo'ladi. Demak, avvalo Jam bo'ljam ko'rsatuviga xush kelibsiz. O'zingiz va bugungi faoliyatingiz haqida qisqacha so'zlab bersangiz. Endi o'zim oila tomonidan o'sha yanglishmasam oxirgisidan keyin ko'payishuvdik. Kichkinam 3,5 yosh bo'ldi. Yo'q, vaqt shunday tez o'tibdi. O'g'limga yaqinda pasport olib berdim, ID karta olib berdim. Bir tomondan xursand bo'ldim, bir tomondan xafa ham bo'ldim. Nimaga xafa bo'ldingiz? Vaqt tez o'tganigami? Qarayotganimizga. Endi menimcha sizga kelganda vaqt to'xtagan. Chunki qanday bo'lsa shundayligingizcha, bitta qarab bir oldinga o'tishsa bo'ladi aka. Har gal ko'rsam o'sha Jamshid akasi. Siz ham har gal Mirazizsiz, shu uchun ham biz bir-birimiz bilan ko'rishishni xohlaymiz. Chunki inson ichidan insonni qanaqa ko'rsa, qalb ko'zgu deydi-ku, o'sha ko'ramiz. Yaxshilik bo'lsa ichingizda yaxshilik ko'rasiz, yomonlik bo'lsa yomonlik ko'rasiz. Shoh International Hostelda nima yangiliklar, nima o'zgarishlar bo'lyapti? Xo'p, ko'p loyihalar yo'lga qo'yilyapti. Hozir misol uchun Shoh Farm brendi ostida farm zavodi qurilish olib borilyapti. Xudo xolasa dori vositalarini ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yamiz. Qanaqa dori vositalari misol uchun? Hamma tabletka ko'rinishida, suyuqlik ko'rinishida, ya'ni xalq tilida aytadigan bo'lsa kapelnitsa qo'yiladi-yu. Osmokollar, keyin suyuqlik ko'rinishidagi dori vositalari. Bundan tashqari Profi universiteti bilan birgalikda Shoh International Hospital fakultet, tibbiyot yo'nalishi bo'yicha fakultet ochdik. Hamkorlikda mana 2 yildan beri ishlab kelyapmiz. Xabaringiz bo'lsa kerak, mana yaqinda jahon chempionatida O'zbekiston o'ynayotganida bir bolakay mashhur bo'lib ketdilar. Ularning otalari Bektosh aka, shu Profi universitetining asoschisi. Ko'rib xursandman, bolani tanimasini ko'rib. Men aytmoqchi bo'lganimki, ham ilm bilan ham nafas biza, ham ishlab chiqarish, nima deydi, o'zimizni faoliyatimizni ilmiy tilda diversifikatsiya qilamiz, ya'ni turli yo'nalishlarga kirib faoliyatingizni olib boryapsizlar. Yangi fakultetda nechta talaba o'qiyapti? Hozirga yaqin, endi yolg'on bo'lmasa 10 mingga yaqin talaba o'qiyapti. 10 mingga yaqin. Bularni ushbu fakultetni bitirgandan keyin Shoh International Hospitalda ishlash majburiyati bormi? Endi o'ziga bog'liq. Ishlasa juda ham mana ham yana bitta qo'shimcha qo'shib ketardim. Chet eldan ham talabalar kelib o'qimoqda. Qo'shni davlatlardan. Nafaqat qo'shni davlatlardan. Kerak bo'lsa, mana eng qizig'i, ko'p hozir bemorlarimiz Hindistonga borib davolanyapti-yu. Hindistonlik talabalar bizga kelib o'qiyapti. Hindistonga qaysi davlatlardan bor talabalar? Misrdan bor, endi qo'shni davlatlardan bor. Hozir endi xudo xolasa yana geografiyasini kengaytiramiz, chunki O'zbekiston nufuzi oshyapti, jahon chempionatiga chiqdi. Bu baribir ham ta'kidlab o'tish kerak-da, bu tarixiy voqea ham bizani yurtimizning imijiga ham ta'sir qiladi. Yurtimizning imiji ko'tarildi degani hamma yo'nalishlarga, hamma sohalarga, yo'nalishlarga ijobiy ta'sir etadi.
Shoh International Hospitalda boshqa tibbiyot muassasalaridan ajrab turadigan jihati nimada? Tijorat direktorida. Tijorat direktorida. Qolgan hammasi bir xildek. Ya hazil albatta birinchi navbatda endi men maqtab qo'ygim kelmaydi. Shu servis ko'rsatishda bo'lsa kerak, xizmat ko'rsatish darajasida. Ya'ni mana misol uchun 18 yildan beri 18 yildan oshdi tibbiyot xizmatlari ko'rsatayotgan bo'lsak, o'sha ochilganimizdan beri bizga ishonib keladigan bemorlarimiz borda. Bu nimadan dalolat beradi? O'sha bizni ko'rsatayotgan xizmatimiz, o'sha eshik tagidan kutib olishdan boshlab shifokorgacha davolanishgacha. Endi albatta hamma ish bor joyda kamchilik bo'ladi, usiz bo'lmaydi. Kamchilikni tan olib, kamchilik ustida ishlab kelajakda shu kamchiliklarga yo'l qo'yilmasa, bundan ham zo'r bir yutuq bo'ladi-da. Va bu birinchisi xizmat ko'rsatish bo'lsa, ikkinchisi texnologiya. Shu yangi chiqqan texnologiyalarni olib kelishga harakat qilamiz. Mana kamchiliklar bo'ladi, baribir ham shikoyatlar tushadi. Mana oxirgi tushgan shikoyat nima bo'lgan edi va buni qanaqa to'g'riladinglar? Ayta olasizmi? Endi oxirgi tushgan shikoyat texnik shikoyat deyman, ya'niki texnik shikoyat deganda nima? U davolanish jarayonida bo'lgan xatolik emas. Misol uchun bizlarni qiziqqonmiz-ku o'zbekistonliklar. Navbatda turishni yoqtirmaymiz, kutishni yoqtirmaymiz. Hamma narsa tez bo'lishi kerak, hozir bo'lishi kerak. Deylik, misol uchun shu diagnostika xizmatlariga navbat bo'lib qolsa yoki navbatsiz kiradigan bemorlar bor. Ular kimlar? Misol uchun tez yordam mashinasida kelib qolsa, hayot bilan kurashayotganlar bo'lsa, navbatsiz kirgizamiz. Bu holat tushunadiganlar bor, tushunmaydiganlar bor. Shunaqa paytda chaqir rahbarini men e'tirozim bor deydi, o'shanda tushib birga bir o'tirib tushuntirishga harakat qilamiz. Tijorat direktori sifatida kundalik faoliyatingiz nimalarni o'z ichiga oladi va bu lavozimning eng katta mas'uliyati nima? Endi birinchi navbatda o'sha servis xizmat darajasini nazorat qilish, chet el aloqalarini o'rnatish, ya'ni mutaxassislarni chaqirish yoki o'zimiz mutaxassislarni chet elga yuborish. Mana yaqinda Hindistonga borib keldik, shu Hindistonda klinikalarni ko'rib keldik. Yerda nimasini olsa bo'ladi o'zimizga. Baribir men zo'rman deyish u faqat Allohga nima deydi, xos xususiyatda. Men zo'rman dedim, odam bo'ldi, to'xtadi degani. O'rganish kerak, shu chet elga chiqib o'rganamiz. Men o'zimga ham yoqadi. O'zi yoshligimda rahmatli dodam meni elchi bo'lishimni xohlagan edilar. O'sha yozuvchi Tohir Malik ham qarindoshimizlar ular ham aytardilar-da, To'lqin aka, nevarangizni elchi qiling, elchi chiqadi bundan. O'shanga haligacha chet el bilan ishlashni yoqtiraman. Xullas shu chet el aloqalarini yo'lga qo'yish, korporativ mijozlar bilan, mijoz deyish qo'pol xato, bemorlar bilan. Kelajakdagi bemorlar, korporativ bemorlar bilan ishlashlar o'z ichiga oladi. O'z ichiga oladi. Endi bu rasmiy etganda. Norasmiy etganda qanaqa ish bo'lsa hammasini bajarib ketaveramiz. Zavodda qarash kerak bo'lsa zavodga boramiz, boshqa loyihaga bo'lsa boraveramiz. Hamma yoqqa. Hammasidan bir singil jamlangan. Bugungi kunda bemorlar tibbiyot muassasasini tanlashi nimaga ko'proq e'tibor qaratishlari kerak deb o'ylaysiz? Nimaga ko'proq o'zimizdan e'tiborimizni qarataylik? Yerda ishlayotgan shifokorlarga va yerda o'rnatilgan diagnostikaga. Keyingisi narxga. Shoh International Hospitalda narx, shifokorlar darajasi qanaqa? Allohga shukr, yaxshi. Men endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, menga ishonib, misol uchun tomog'im og'riyapti desa, men ikkilanmasdan shifokorimiz bor Shavkat aka. Boring deb o'sha Shavkat akani tavsiya beraman. O'zimni ishim tushgan shifokorlarga men bemalol tavsiya bera olaman, ularning darajasiga shubham yo'q. Boshqalarni yomonlamayman, endi men ularni o'zim nima deydi, boshdan o'tkazgan tabib deyishadi-ku. Xuddi shunaqa narsa-da. Lekin aksariyat mana travmatologiya yo'nalishi bo'yicha, umumiy xirurgiya bo'yicha mutaxassislarimiz ko'z tegmasi zo'r. Chunki kerak bo'lsa o'sha Rossiyadan kelgan mutaxassislar ham ko'rib, endi rus tilida nam здесь ловить нечего, bizga bu yerda kishini
tutadigan hech narsa yo'q degan ma'noda tan berishgan edi. U nafaqat bu bizani yutuq, bu shu O'zbekistonni yutug'i. Endi yutuqlarni ham tan olishimiz kerak. Kamchiliklar ham bor, lekin yutuqlarni ham tan olishimiz kerak. Birinchi kamchiliklarni aytib, keyin yutuqlarni gapiryapmiz, to'g'rimi? Shunaqa. Ish bor joyda kamchilik bo'ladi-da. Faoliyatingiz davomida siz uchun eng esda qolarli yoki faxrlanadigan loyihalardan biri qaysi bo'lgan? Qaysi esda qolgan? Esda qolgan loyiha biza turkiyalik hamkasblar bilan loyiha tashkillashtirgan edik. Plastik jarrohlik yo'nalishi bo'yicha. U chuqur yuz tortish operatsiyasi. O'rta Osiyoda qilinmagan bu operatsiya. Biz nima qilganmiz? Biz operatsiya emas, bu yerda o'quv kursini tashkillashtirganmiz. Turkiyadan mutaxassis kelib, o'sha yerda operatsiyani o'rgatib, bu yerda o'qishga Qozog'iston, qo'shni davlatlar, Ozarbayjondan, Gruziyadan shifokorlar kelib, O'zbekistonda plastik jarrohlik kursini o'tab ketishgan. O'zi meni to'g'risini aytsam, niyatim bor. Bu nafaqat bizani klinika, balki mana shu O'zbekistonni tibbiyot hubiga aylantirish. Chunki o'zingizdan bilsangiz kerak, qo'shni davlatlardan bemorlarimiz keladi, MDH davlatlaridan. Bu loyihani qilganimizdan o'zim ham g'ururlanaman-da. Shu O'zbekistonga ham kelib, mana o'qib ketyapti. Bir joy bo'lyapti. Tranzitniy zona hisoblanyapti-da hozirgi kunda. Rahbar sifatida jamoangizni ruhlantirish va ularda mas'uliyatni hissini oshirish uchun qanday tamoyillarga amal qilasiz? O'zi to'g'risini aytsam, liberal rahbar bo'lishga harakat qilaman. Nega? Ya'niki xodimlarni, jamoani fikrini eshitib qaror qabul qilaman. Misol uchun avtoritar bor rahbar, yo men aytganim deganim deydi. Demokrat shuni oladi-da, o'zingizlar hal qilinglar hamma narsani, qarorni o'zingizlar. U endi to'g'ri kelmaydi. Endi siz bergan savolingiz juda o'rinli savol. Xodimlarga motivatsiya berib turish kerak-da. Qanaqa motivatsiya berasiz? Misol uchun oyligiga qo'shib berasizlarmi? Yoki chet elga damagan chiqarib yuborasizlarmi? U ham bo'ladi, oyligiga qo'shib berish. Premiyalar ya'ni. Men kurashaman. Shu ta'sischilar bilan xodimlarning oyligini oshiraylik, qo'shib beraylik. Mana xodimlarimiz ham guvoh, kerak bo'lsa konflikt vaziyatlar ham bo'lgan, yuqori turuvchi rahbarlar bilan oyligimni menga bermasanglar ham xodimlarim olsin degan. Va yana bir tomonlama bir xil paytda moddiy rag'batlantirish bo'lmasa ham ma'naviy rag'batlantirish ham juda ham katta rol o'ynaydi-da. Xo'p, qanaqa bo'ladi u? Mana shu vazifani zo'r uddalabsiz. Rahmat sizga kattakon. Qoyil deb e'tirof etib, arzimasa ham shu bitta qog'ozchada yoki oyning eng yaxshi xodimi, masalan, hamshirasi yoki shifokori degan e'tirof berish ham bu juda ham ruhga ta'sir qiladi. Albatta. Kayfiyatga ta'sir qiladi. Bu ham ruhlantiradi. Nimagaki, rahbarlar bizani kuzatar ekanda, qarab turar ekanda, faqat g'o'ddayib kreslasida o'tirmas ekanda deb. Rahmat bo'ladi. Bu juda ham katta motivatsiya. Shu o'rinda meni taklifim bor edi Toshkent shahar telekanali rahbariyatiga. Shuning uchun har oyda eng yaxshi boshlovchi, eng yaxshi rejissyor, eng yaxshi muallif degan bir bitta dona qog'oz bo'lsa ham odamga motivatsiya bo'ladi, to'g'rimi? Mana bir-birimizdan mana malaka oshiramiz, bir-birimizdan o'rganamiz. Ishdagi tig'iz kunlardan keyin dam olishga siz uchun eng yaxshi usul nima? Qanaqa dam olasiz? Mani ikkita usulim bor. Xo'p. Bittasini ismi Mishok. Uyimda kichkina sport zal qilib qo'yganman. Turniklarim, shu Mishogim bor. Charchagan paytimda perchatkani kiyib olib, sola-sol bo'ladi. Ko'chada urisha olmaysiz endi. Zalga borish vaqt to'g'ri kelmasligi mumkin. Ikkinchisi bilyard o'ynash. Bilyard o'ynash. Shundan stress chiqib ketadi. Stresslar chiqib. Bu jismoniy stress. Ma'naviy stress kichkintoyim uyga kelganimda yugurib keladi, mashinani olib kirmasimdan oldin quchoqlab olishi o'sha hamma stressni yechib yuboradi. Faqat kichkintoy emas, farzandlaringiz kelib. Endi ular katta bo'lgandan keyin mana katta o'g'illari aytyapti. Kim aytadi shu katta o'g'li bor deb? O'zingiz hali yigit deysiz, ko'z tegmasiz. Rahmat. Qanday kitoblar mutolaa qilasiz? Kitob o'qishga vaqtingiz bormi? Bor. U siz
bu ham mana ma'naviy stress yechish yo'li. Ayniqsa safarlarga chiqayotganda kitob o'qiyman. Mana hozir Yaldo kechasi, Xayriddin Sultonovning Yaldo kechasi romanini o'qiyapman. Bu o'tgan kunlar romanining davomi sifatida e'tirof etilayotgan roman. Mana bu kitobni qayerdan topdim? Ko'plar aytadi-yu, ijtimoiy tarmoqlar yomon, bolalarni zaharlaydi. Qanaqa tomonlama yondashishga qarabdi? Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p yaxshi ma'lumot, foydali ma'lumotlarni olsa bo'ladi. Men ham o'sha kitob borligini ijtimoiy Instagram sahifasidan ko'rib qoldim. Tarix bo'yicha anaqa sahifalar bor, o'sha ko'rayotganimda shu kitob bor ekan, shu kitobda yozilgan ekan degandan keyin men internetga kirdim, nima kitob ekan qarasam, olib mana yaqinda Xitoyga safarga borib keldim. Talashib o'qidik. Shu kitobni. Shu kitobni qaynatam bilan borgan edik. Menga bering deb oldilar, samolyotda yarmisigacha o'qib qo'ydilar. Yo'lni o'zida, o'zi Xitoyga 8 soatlik yo'lni o'zida. Men o'z tarixga ham qiziqaman, ayniqsa vatanimiz tarixi. Roman o'qiganingizda o'zingiz rejissyorsiz, o'zingiz operatorsiz, aktyorlarni o'zingiz tanlaysiz. Shu narsa anaqa mazza qiladi. Xo'p, deputatlik faoliyatingiz qanaqa ketyapti? Deputatlik yaxshi, o'zgacha. Oson ham deya olmayman, murakkab ham deya olmayman. Endi murakkab tomoni borki, fuqarolarni muammolarini eshitib, uni yechim topish. Hammani nima deydi, yaxshisi bor, yomoni bor degandek, insoflisi bor, noinsofi bor. Yurtimizda yaratilayotgan yengilliklarni kimdirlar o'zini foydasi tomonga qilgisi keladi. Arzimagan narsani hamma hal qilib bersin deb boqimandalik kayfiyati uyg'onib qolganda, shu tomonlama sal qiyin bo'ladi. Qiyinroq bo'ladi. Deputatning sehrli tayog'i bor deb o'ylashadi. Nimagadir. Chunki hamma narsani hal qilib bera oladi, hamma narsani qila oladi. U hayotda hamma narsa oson bo'lganda hayot bundan qiziqarli bo'lmas. Qiziqarli ham bo'lmas edi, ma'nosi ham bo'lmas edi menimcha. Hayotingizdagi kulgili yoki unutilmas bir voqeani tomoshabinlar bilan bo'lisha olasizmi? O'zi hayot juda jiddiylar. Unaqa jiddiy emas. Juda jiddiylar, ishoninglar menga. Bitta og'ir vaziyatga duch kelganman, shu tibbiyot sohasiga o'tganimda. Endi qaysi tashkilotligini aytmayman. Endi bankga qaysi banklar ko'p-ku, endi aniqlab. Nomini aytmaymiz. Chunki Toshkent shahar telekanaliga vaqt nom pul to'ladi, reklamaga pul to'lamagan, shuning uchun nomini aytmaymiz. Bir kun shu asosiy kirishdan ko'chaga chiqqanimda mashina tez kelib qoldi. Endi asosiy eshigigacha mashina qo'yilmaydi, chunki tez yordam mashinalari uchun ajratilgan maydon edi. Jiddiy bo'lib kasb-ishimlarda kirib ketdi bitta odam. Keyin bizani xavfsizlik xodimimizni chaqirib mashinani oldir, nima bu deb anaqa qildim. Keyin sho'pirlar oldi. Xullas ozgina vaqt o'tdi. Qarasam kichkina qizchalar resepsionni oldida o'ynab yurishibdi. Kim bu? Bular desam, adalari boya keldi-yu tez mashinada anaqa Lasetida o'shalar qizlari ekan. Men borib ishlarimni bitirib qaytib keldim. 1 soatdan oshgan edi bu narsa. Keyin baqir-chaqir boshlanib qoldi. Jonlari uzilgan ekanda, uzilibdi. O'sha odammi? Anaqa obshirniy infarkt deydi, infarkt bo'lib kelgan ekanlar. Endi Allohning izni bilan jonlari uzilgan edi. Bu gapni eshitganimdan keyin qizlarga aytsam, resepsioniga borib kofe ham, choy ham olib beringlar, hozir bechoralar desam, biz aytdik, taklif qildik, adam urush beradilar deb gapirishdi. Vaholanki adasi olamdan o'tgan edi. O'sha narsa ta'sir qildi-da. Sen qayerga kelib qolding, Mirangiz dedi. Ishlab chiqarishdan kelganman, ishlab chiqarishga yursang bo'lmasmidi deb. Ko'plar oson tutadi-yu bu sohani, mana shu o'limni ko'rish, endi balki shifokorlar o'rganib ketganlar, endi men iqtisodchiman. Menga bu o'sha birinchi ko'rgan o'limim shu bo'lganda. Bu juda ham katta stress bo'lgan. 40 ta chiqmagan odam. Yoshgina qizchalar ko'zingiz oldida qoldi. O'sha hali ham aylanadi-da. Sho'radan kirganda o'tganda yosh qizchalar otasi olamdan o'tgan, eng qiyini mana shu bo'lgan. Vaqt ortga qaytsa, chizadigan xatolaringiz bormi? Endi ish bo'yicha xatolarim
suyunmayman-ku shu oilaviy munosabatlarda qilingan xatolar. Misol uchun unaqa qilsam bo'larkan deb achinish bo'ladida qanaqadir armon. Shu narsalarni to'g'irlardim. Qolgan mana ish bo'yicha tirikchilik u narsaga Alloh bersa bo'ladigan narsa. Qanchalik harakat qilmaylik, to'g'ri harakat qilish kerak. U degani qorinni qashlab yotasiz degani emas. Oilaviy munosabatlarga taalluqli narsalarni-da qaytib to'g'irlagim keladi. Hayotda nima kechirib bo'lmaydi? Hayotda xiyonat bo'ladi. Xiyonatga uchraganmisiz hech? Endi xiyonat oilaviy xiyonatga yo'q, Allohga shukr. Yo'q, endi Uchramayman, hech kim uchramasin ham. iloyim. Endi ishxonada xiyonat bo'ladi xodimlardan. U endi o'zini olgan tarbiyasi. U xiyonat qiladigan odam yoshiga ham qaramaydi. Professor ham bo'lishi mumkin u narsa. Oddiy shifokordan yoki farroshdan tortib professorgacha ham qilish mumkin. Farosat bo'lmasa qiyin-da. Bitta kitobda o'qib qoldim. Nabijon Boqiyev Qatl-noma degan kitobida Abdulla Qodiriyga qanaqa o'ldirilganligi to'g'risida kitob. O'sha yerda yaxshi bir misra bor edi-da. Ilmni har bir inson olishi mumkin, lekin farosat Allohdan beriladi. Shunaqa. Qanaqa harakat qilmaylik, o'zimizni qanaqa yaxshi ko'rsatmaylik, befarosat bo'lsa o'sha xiyonat ham bo'lib ketaveradi. Qavoradi-da. Aytadi-ku, kitob o'qib bilimli bo'lish mumkin, dunyo kezib til o'rganish mumkin, lekin farosat faqat yaratgan taraflama beriladi. Buni ilojsiz gapingizga 1000% qo'shilaman. 70 yoshli Mirazni qanaqa tasavvur qilasiz? Hech o'ylamagan ekanman. Mana hozir qarang. Ikkalamiz o'ylaymiz faqat. O'ylang mana. Qanaqa tasavvur qilasiz o'zingiz? Yaxshi do'da bo'lsam kerak, o'zimni do'damgilarga o'xshab. Va doda ko'rinishda bo'lmasangiz kerak, yosh bo'lsangiz kerak. Men tasavvurimda siz bilan boshqa. Asloqa. Bilasizmi, mazmunli suhbat bo'ldi. Vaqt ajratganingiz uchun juda ham kattakon rahmat. Bizning ko'rsatuvimizdan savollar bor, bu savolni sizga bermayman. Sizdan savolimiz bor, bu savolni sizga bermayman. Chunki Miraz Mirkomilov juda ham jiddiy, emotsiyalarga qaramaydigan inson, shuning uchun shunaqa bo'lib qolgan har doim. Jambiljam ko'rsatuvi tomoshabinlariga tilaklaringiz. Avvalambor barcha nafaqat tomoshabinlar, balki O'zbekistondagi vatandoshlarimiz sog'-omon bo'lsin. Vatanimiz tinch bo'lsin. Nafaqat vatanimiz, butun dunyo tinch bo'lsin. Chunki hozir ko'ryapsiz, urushlar ko'p. Urushlarda aziyat chekayotgan kichkina jajji hali hayotda mazmunni bilmaganlar bu dunyoni ko'z yumib ketyapti-da. Bu juda ham achinarli holat. O'shaning uchun hammaga tinchlik, totuvlik, butun kuray zaminimizda tinchlik bo'lsa. Eng asosiysi tilaganim shu. Ikkita sog'lik bilan tinchlik, qolgani topiladigan narsa. Rahmat kattakon. Vaqt ajratib kelganingiz uchun juda xursand bo'ldik. Juda manfaatli suhbat bo'ldi. Bu Jambiljam ko'rsatuvi edi. Ko'rsatuvimiz hamkori Doktor Mebellar saloniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bir haftadan so'ng yana siz azizlar bilan jamlanamiz. Ya'ni Jambiljamda ko'rishamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.